Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Biz mavzuyimizni davom ettiramiz. Bugungi mavzuyimiz 10-mavzu. Bu ham bo'lsa o'sha shahar yo'lovchi tashish transportida logistik texnologiyalar deb nomlanadi. Barcha mavzularni boshlashdan oldin o'sha reja qo'yganmiz. Reja bo'yicha bugun 3 ta reja. Birinchisi shahar yo'lovchi transportining logistik axborot tizimi 1. Ikkinchisi yo'lovchi tashish logistik tizimi ishonchligini oshirish va uchinchisi bu shahar jamoat transportida logistik tizimni intellektual transport tizimlaridan foydalanish. Endi hozirgi vaqtda o'sha iqtisodiy rivojlanish obyektiv sharoitlarini, logistik zanjirini, tovar harakati jarayonini boshqarish samaralarining katta talablar qo'ymoqda. O'sha amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, milliy oqimlarni ishlab chiqaruvchidan to iste'molchiga yetkazib berish zanjiridagi eng zaif nuqtalarning biri tovarlarni himoyaviy qadoqlash, o'rash, taralar bo'lib, ularni yaratish tomoni hozir ham deyarli o'zgarmagan. Lekin bugungi mavzuyimizda o'sha hozirgi zamonda o'sha tashish jarayonlariga zarur bo'lgan markazgacha ma'lumotlarni ko'rib chiqish, shahar yo'lovchi transporti, logistik texnologiyalar, o'sha iqtisodiy iste'molni va ortiqcha zaxiralarni saqlashni ta'minlash, shahar transportida mahsulotlarni logistik texnologiyalarni ko'rish, o'sha logistikaning asosiy tomonlaridan biri o'sha xarajatlarni butun logistik kanal bo'yicha aniqlash, ularni kamaytirish, samarali yo'llarni topishdan va nazorat qilishdan iboratdir. Buni hammasi o'sha kompleks agar yondashadigan bo'lsak, o'sha shahar yo'lovchi transportida yoki yo'l tashish logistik tizimi ishonchligini va hamda o'sha intellektual transport tizimlaridan foydalanish taqozo etadi. Mana keyingi slaydda ko'rib turibsizlar, o'sha yo'lovchilarni tashishda logistik boshqarish tizimlarini axborot modelini quyidagidan qamrab oladi. Oldingi mavzularda ham aytib o'tdik, bu axborot tizimini boshqarish bu aholi transporti bo'lgan talabiga bog'liqdir. Chunki bu asosiy omillardan biri. Ikkinchisi bu yo'lovchilarni tashish tavsiflari, amaldagi yo'nalishlarda ishlayotgan transport vositalarining ish ko'rsatkichlari bu albatta eng katta rol o'ynaydi. Chunki bu yerda o'sha ishlayotgan transport vositalarining ish ko'rsatkichlari bir kunda o'sha shahar yo'lovchi transportida qancha yo'lovchilarni tashish, qaysi vaqtda, qanaqa marshrutdaligi barchasi o'sha axborot modelini ko'rsatkichlari va oxirgisi bu transport xizmatini ko'rsatish variantlarini tanlash va tahlil qilish uchun matematik modellarning mavjudligi va hokazo. Nima uchun matematik modellar? Bu yerda o'sha shahar yo'lovchi transportida qanday omil bilan yoki qaysi matematik yechimlar bilan o'sha yo'lovchilarni tashishda logistik boshqarishni kerakligini ko'rsatib o'tiladi. Mana keyingi slaydga o'tadigan bo'lsak, bu yo'lovchilarni tashishni boshqarish logistik tizimlarining asosiy vazifalari quyidagilardan iboratdir. Bu albatta o'sha yo'lovchi transport marshrutlari qachon, qayerda, nima qilish, yo'lovchilarni oqimi qancha vaqtda olib boradi, barchasi o'sha tahlil qilishdan iborat. Mana slaydda ham ko'rib turibsizlar. Keyingisi bu bashoratlash. Oldindan o'sha yo'lovchi transport vositalarida o'sha marshrutlarni yo'lovchilarga ko'rsatish va iste'molchilar va yo'lovchilarga ko'rsatish servisini bashoratlash. Keyingisi bu yechimlarni qabul qilish. Bu yechimlarni operativ ravishda qabul qilish bu o'sha transport tizimini yanada takomillashtirishga olib keladi. Mana keyingisini ko'rib turibsiz, rejalashtirish. Rejalashtirish o'sha transport tizimida barcha tashuvchilar bilan nima deydi?
rejalashtirib, qaysi transport qayoqqa qo'yiladi, qaysi logistik vositalardan foydalanadi, qaysi birlari qator parametrlarni o'z ichiga olgan formula bilan qo'llash yoki tez boshqarish va oxirgisi nazorat qilish. Barcha marshrutlarni o'sha yo'lovchi transportda nazorat qilish bu juda ham katta rol o'ynaydi. Mana ekspert yoki buning asosida logistik vositalarni tavsiflovchi parametrlar uchun mutaxassis ekspertlarning baholari yotadi va integral ekspert baholarini reyting olish jarayonida ta'riflanadi. Keyingisi mana ko'rib turibsizlar, o'sha shahar ichi, shahar atrofi, shaharlararo va xalqaro tashishlarga amalga oshirish bu logistik o'sha tizimning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Keyingisi bu o'sha shahar yo'l tashuvchilarining ichida bilet sotishni tashkil qilish. Chunki bilasizlar, bu ham iqtisodiy omilga kiradi. Bu ham eng yuqori ko'rsatkichlarga o'sha logistik tizimning asosiy vazifalaridan bittasiga kiradi. Navbatdagi bu yo'lovchi oqimlarini boshqarish, tashishlarni nazorat qilish va axborot bilan ta'minlash. Mana barcha oldingi mavzularda ham ko'rib chiqdik. Axborot tizimi albatta bu yerda ham ko'rsatib o'tilgan. Axborot tizimini bu albatta ko'rib chiqish kerak, chunki logistika vositasi tanlash mezoni sifatida ko'pchilik hollarda o'sha reyting xizmat qilish, o'sha nima deydi, yo'lovchilar oqimini boshqarish yoki axborot bilan ta'minlash ko'rib chiqiladi. Bu hammasi hali oldingi, keyingi slaydlarda ko'rib chiqamiz va oxirgisi bu yerda boshqa xizmatlarni ko'rsatish. Bu yerda kafolatlash, kreditlar berish va boshqalar, o'sha barcha mana shu yig'indisi yo'lovchilarga tashishni boshqarish logistik tizimining asosiy vazifalaridan iboratdir. Endi yo'lovchi tashishda logistik boshqarish tizimining axborot modellari quyidagilarni qamrab oladi. Bu yerda mana aholining transportga bo'lgan talabi, albatta bu birinchi navbatda, chunki aholida qancha transportga talab bo'lsa, shuncha taklif ham bo'ladi. Keyingisi yo'lovchilarning tashish tavsiflari, amaldagi yo'nalishlarda ishlayotgan transport vositalarining ish ko'rsatkichlari. Bu ham o'sha model, axborot modelini bitta pog'onasi va oxirgisi bu transport xizmatini ko'rsatish variantlarini tanlash va tahlil qilish uchun matematik modellar mavjudligi va hokazodir. Endi hisob-kitoblarga ikkita bosqichdan iborat bo'ladi. Birinchi bosqich har bir mezonga o'sha yo'lovchi tashuvchilar uchun uning nisbatiy ahamiyati aks ettiriladi yoki muayyan bir anaqa beriladi, nima deydi, transport xizmatiga. O'sha ko'rsatilgan o'sha variantlarni tanlangandan keyin, tahlil qilgandan keyin albatta matematik modellarni mavjudligi va hokazolar o'z ichiga qamrab oladi. Endi yuqorida ta'kidlab o'tgandek, haqiqatan ham hozirgi zamonda, hozirgi shiddat bilan o'sha modernizatsiya paytida yoki iqtisodiyotni globallashuv paytida albatta o'sha yo'lovchi transportlarda barcha rivojlangan mamlakatlarda o'sha GPS Global Position System degan tizim qo'yilgan. Bu hozirgi zamonda sun'iy yo'ldosh monitoringi o'sha transport vositasini onlayn vaqtda qayerda, qanday harakatlanishini aniqlab beradi. Chunki bu hozirgi zamon GPS tizimlari haydovchilar butun ish kuni davomida nazorat ostida ekanligini bilishlari sababli ham yo'nalishga chetga chiqish yoki boshqa tartib buzarliklarning oldini olinadi. Bu juda ham qulay tizim, chunki barcha avtokorxona o'zini o'sha marshrutga chiqadigan barcha o'sha avtobusmi, trolleybusmi, tramvaymi GPS orqali kuzatilib, o'sha marshrutni o'z vaqtida yetib kelishi, passajirlarga sifatli xizmat qilishi hamda nazoratga olish bu juda ham qulay tizim hisoblanadi. Keyingisi mana GPS avtobuslar harakatini kuzatib borish bilan bir paytda o'sha favqulodda vaziyatlar vujudga kelib qolganda SMS orqali korxonaga o'z xabar berish mumkin.
Endi bu nima deydi, favqulodda vaziyatlar bo'lmasin, lekin shunaqa vaziyat bo'lib qolsa, o'sha dispetcher xizmati o'sha avtobusmi yoki o'sha tramvaymi, trolleybusni qayerda to'xtaganini, nima uchun to'xtaganligini SMS orqali bilish mumkin. Keyingi bu transport vositasidan korxonaga qaytib kelgandan keyin ma'lumotlarni o'zida saqlab qolish sababli berilgan topshiriqni qanday bajarilganligi to'g'risida yozma shaklda yoki jadval ko'rinishida hisobot tayyorlab beradi. Yana bu tizimni afzallik tarafi bu o'sha ko'rsatilgan yo'lovchi transporti barcha marshrutlar nazoratga olinadi va o'sha kelgan o'sha avtobus parkiga qaytib kelgan barcha o'sha haydovchi o'zini bajargan ishlarini mana slaydda ham ko'rib turibsizlar, yozma yoki axborot sifatida jadval ko'rinishida berishi mumkin. Endi mana hali GPS tizimini aytuvdik. Mana bu ham sun'iy yo'ldosh orqali olib boriladi yoki GLONASS tizimi, bu ham o'sha hozirgi shiddat bilan iqtisodiyotni rivojlantirish paytida mana bizda hozir ko'p marshrutlar o'sha GPS yoki GLONASS tizimida boshqariladi. Mana taksilar bor, Yandex taksilar, o'shalar ham GLONASS tizimining ko'rinishida faoliyatini olib bormoqdalar. Endi GLONASS tizimini vazifalari nimadan iborat? Mana ko'rib turibsizlar, o'sha transport vositasi joylashgan joyini aniqlash. Ya'ni qayerga o'sha tarif anaqa bersangiz, zakaz bersangiz, o'sha yergacha borishi yoki harakat yo'nalish va tezligini aniqlab. Yandex taksilarda ham ko'rib turasizlar, agar zakaz qilsanglar taksini, qayerga keldi, qanchadan keyin keladi, necha minutda boradi, yo'l tarifi, yo'l anaqasi, narxi hammasi chiqib turadi. Keyingisi bitta elektron xaritada harakat yo'nalishi chizmasini qurish. Yana shunaqa marshrutlarni qo'yadiki, taksida o'sha nima deydi, yaqin masofani o'lchab, o'sha yaqin yo'ldan olib borishni o'sha GLONASS tizimi ko'rsatib turadi. Haydovchilarni tovushli aloqaga chaqirish, keyin to'xtab turish va harakatlanish vaqtlarini qayd qilish, avtobus sonida audio nazorat qilish va belgilangan yo'nalishdan olganlik to'g'risida axborot berish va hokazo. Bu endi shahar transportiga bog'liq. O'sha marshrutda o'z vaqtida kelyaptimi o'sha ostanovkaga yoki to'xtab turish ko'proqmi, harakatlanish vaqtlari, o'sha avtobusda audio nazorat qilish yoki o'sha belgilangan yo'nalishdan chiqib ketmaslik to'g'risida axborot berish va hokazolar kiradi. Endi mana bu yerda slaydda ko'rib turibsizlarki, o'sha transport vositasining harakatlanish parametrlarini haqidagi navbatchi yoki o'sha yuqorida ham ta'kidlab o'tdim, dispetcherlikka axborot berish sxemasi. Mana bu yerda ko'rib turibsizlar, o'sha navbatchilik va dispetcherlik foydalanuvchi kompyuter orqali, o'sha internet orqali ma'lumotlar bazasidan servisda joylashadi. Bu yerda o'sha boshqaruv tizimi qayerga nima o'sha GLONASS orqali buyurtmalar qurilmalariga o'sha taksigami, marshutkagami, kichkina avtobus, katta avtobusga joylashgan bo'lib, barchasi o'sha GPS tizimi orqali ma'lumotlar o'sha internet orqali yana o'sha dispetcherlik ma'lumotga olib boriladi. Bu hammasi o'sha marshrutlarni o'z vaqtida borish, ya'ni aytayapman-ku, shahar yo'lovchi transportida tizimni me'yoriga keltirishga qaratilgan tizim hisoblanadi. Endi keyingisi mana bu yerda bekatlar oralig'ida o'sha imtiyozli harakat quyuchini tashkil qilish mumkin, to'g'rimi? Endi aytayapman-ku, o'sha bu tizimni qo'llangandan keyin albatta o'sha bekatlar oralig'idagi imtiyoz o'z vaqtida marshrutga kelishi, bu ham o'sha shahar yo'lovchi transportini me'yorida ishlashga bog'liqdir. Mana yo'lning barcha qatnov qismida yo'l transportga ajratib, boshqa transport vositalari harakatini to'liq va qisman taqiqlash. Bu nima degani? Mana hozirgi ham Toshkent shahrida buni tatbiq qilishyapti.
o'sha yo'lovchi transportlarga отдельный ajratilgan yo'l qatnovi qismini ajratilyapti. Ikkinchisi, yo'l transportining harakatlanish uchun alohida harakatlanish bo'lagini ajratish. Mana yuqorida aytganimizdek. Keyingisi, chorrahalarda yo'l transportining imtiyoz harakatini quyidagilarni e'tibor olgan holda tashkil etish mumkin. Bu nima? Bu yerda yana ko'rib tursa, bekatlar oralig'idagi chorrahalardan oldin va keyin alohida harakatlanish bo'lagi mavjudligi. Keyingisi, chorrahada hududda yo'l transportining harakatlanish yo'nalishi, chorrahadagi svetofor mavjud yoki yo'qligi va oxirgisi chorrahaning yo'l transport va transportlar bilan yuklanganlik darajasi, barchasi shu imtiyoz harakati tashkil etadi. Bunda endi shahar transporti quyidagi intellektual yechimga misol keltirish mumkin. Bu birinchisi o'sha jamoat transporti uchun axborot tizimlari. Bu yana bir marta ta'kidlab o'tishim kerakki, bu yerda bekatlarda elektron displeylar. O'sha transportni qachon va necha minutda kelishlari, mana butun dunyoda, rivojlangan dunyoda bu ko'rishimiz mumkin. Shu tizimlarni ko'plab xorijiy transport tizimlarida qo'llanadi. Taxminan yozib qo'ydim. Bu yerda Seulda, Janubiy Koreya va Poloniya Italiyada va unga misol bo'lishi mumkin. Bu nima degani? Yana o'sha har bir bekatda elektron taxtalar ekranida quyidagi ma'lumotlarni ko'rish mumkin. Har bir yo'nalish bo'yicha avtobuslar jadvali, jamoat transport harakati, tirbandlik va marshrutning baxtsiz hodisalar mana o'sha doskada ko'rsatib o'tiladi. Bunday tizimni ishlashni amalga oshirish uchun har bir to'xtash joyida maxsus terminal joylashgan bo'lishi kerak. U harakatlanuvchi tarkibida joylashgan maxsus qurilmalardan real vaqtda ma'lumotlarni oladi. Har bir avtobus modem va GPS qabul qilgach, shu jihozlangandan keyin u terminalga ma'lumot uzatishni ta'minlaydi. Shunday qilib, o'sha yo'lovchilar safarlarini oqilona rejalashtirish uchun ularga murojaat qilishi mumkin. Chunki mana o'sha bu tizim bo'lsa, barcha shahar yo'lovchi transportiga hamda shaharda qatnayotgan barcha yo'lovchilarga muayyan tarzda juda ham qulayliklar ko'proq bo'ladi. Keyingisi bu o'sha xizmatlar uchun elektron to'lov kartalaridir. Bu yagona kartalar Gongkongda Octopus deb ataladi va Seulda T-Money deb keng qo'llanilgan. Shu bilan birga nafaqat to'lov kartasi, balki avtoturargoh, kinoteatr chiptalari, supermarketlarda kichik xaridlar uchun to'lovlarni amalga oshirish mumkin. Keyingisi bu yo'lovchilar tashish tizimida moslashuvchan tarif va tarif zonalari, bu vaqt cheklovlari, zonalar shakllantirish, transport muhitini yanada moslashuvchan qilish, transportning har xil turlarini birlashtirish imkonini ham beradidir. Keyingisi bu mana svetoforlarni avtomatlashtirish. Mana misol sifatida Toshkent shahrini va Singapurni keltirish mumkin. Bu yerda o'sha piyodalar o'tish joylarida piyodalar maxsus tugmani bosib yashil chiroqni yoqadi. Mana o'zimizni shaharda ham bilasizlar, ko'p svetoforlar, chorrahalar svetofor bilan ta'minlangan hamda agar yo'lovchi bo'lsa, o'sha tugmani bossa, albatta bir necha daqiqadan keyin qizil chiroq haydovchilarga yoqiladi va yo'lovchilar o'sha joydan bemalol o'tishlari mumkin. Singapurda agar piyoda o'z xos xususiyatlari mavjud bo'lsa, ko'chadan o'tish uchun standart vaqtdan ko'proq kerak bo'lsa, u holda svetofor vaqtini ko'paytirishga moslangan smart kartani biriktirish kerak. Endi bu yerda shaharda ishlaydigan svetoforlarni avtomatlashtirish sohasi zamonaviy yechimlar avtobuslarga yaqinlashish uchun yashil to'lqin yaratishga imkon beradi. Bu nima degani? Yana o'sha maxsus sensorni, shuningdek svetoforda qabul qiluvchi terminalni o'rnatish kerak. Bu esa o'sha yashil chiroqni
yonishda uzoq davom ettirish imkonini beradi. Mana bu shahar jamoat transporti svetofordan eng kam yo'qotish bilan o'tishga imkon beradi. O'sha avtomatik svetoforlarni boshqarish Gonkong yoki Los Anjelesda hozirgi paytda juda ham keng foydalanilmoqda. Bu tajriba hozir o'rganish darajasida. O'zimizni Toshkent shahrida ham bir nechta svetoforlar hozir o'sha kuzatuv tizimida, o'sha transport tizimini yanada ommalashayotgani sababli bu svetoforni uzaytirish, o'sha avtomatik svetofor boshqarish tizimini ham Toshkentda hozir ko'rilib chiqilmoqda. Endi 4-chi bu anaqasi yo'l tirbandlik statistikasi. Mana elektron yo'lga xaritalar. Mana o'zimizda ham hozir ko'ryapsizlar, shaharda juda ham ko'p monitorlar, kuzatuv kameralari qo'yilyapti. Bu nimani beradi? Haydovchilar uchun juda ko'p miqdordagi maxsus dasturlar ishlab chiqilgan. Bular tirbandliklar to'g'risidagi ma'lumotlardan ko'rish qobiliyatiga ega navigatorlar, radiostansiyalar tomonidan yo'llarda turli transport saytlari va sarflanish rejalashtirish mavjud vaziyatni hisobga oluvchi ilova boshqalar. Hozir mana ko'rasizlar, radioda ham bir xil payt axborotni ham beradi. Yo'l tirbandligi qaysi marshrutda necha balligi ko'rib turishingiz mumkin. 5-inchisi bu tunnellarda, cheklangan joylarda havoning ifloslanishi va tutun sezgichlarini faol qo'llanishi. Yo'l transport hodisalari va tunnellarda kutilmagan baxtsiz hodisalar juda xavfli bo'lishi mumkin. Shu sababli mana Yevropa Qo'shma Shtatlar hukumatlari tomonidan havoning ifloslashiga ta'sir ko'rsatgan sensorlar e'tibor qaratilgan. Ular yarim yopiq makonda vaziyat og'irlashtirmaslik va harakatlanishni to'sqinlik qilmaslik imkonini beradi. Mana o'zimizda ham Farg'onaga keturishda katta tunnelimiz bor. Bu yerda ham barcha sensorlar o'sha yopiq makon vaziyat og'irlashmaslik, harakatlarni to'sqinlik qilmaslik uchun o'shalar o'rnatilgan. Endi bu shahar jamoat transport tizimining turli bo'g'inlariga foydalanish imkoniyatlarini beradi. Bu davlat tartibga solish tizimi. Bu yerda ko'rasizlar, o'sha yo'l harakati xavfsizligini kuzatish, yuklanish darajasini qarab harakatlanishni boshqarish, harakatdagi tarkib soni va shartnomalar shartlarini tartibga solish, transport kamalari faoliyatini, daromadlarini tartibga solish va yo'l polotnosi sifatini kuzatib borish va boshqalar. Bu hammasi o'sha shahar transport tizimini bo'g'inlaridir. Keyingisi bu mana avtobus korxonalari, bu yerda yo'lovchi oqimlari ma'lumot bazasini shakllantirish, yo'nalishlarda harakatdagi tarkib kuzatish bu avtobus korxonalariga. Keyingisi bu haydovchilar. Bu yo'l sharoiti hisobiga yo'nalishni o'zgartirish, yo'lovchi yo'llarini foydalanish imkoniyatlari, ob-havo boshqa sharoitlar to'g'risidagi ma'lumot olish, parkovka joylarini topish va boshqalar. Va oxirgisi bu yo'lovchilar. Bu yerda yo'nalishdagi muntazamlik bo'yicha sarflarni rejalashtirish, naqdsiz yo'l kirimini haqida to'lash, yo'lovchilarning ijtimoiy xususiyatlarini hisobga kelib imkoniyatini olish va yo'lda bo'lish vaqtini qisqartirish va boshqalar va hammasi o'sha jamoat transport tizimini turli bo'g'inlarda foydalanish imkoniyatini beradi. Endi hurmatli talabalar, mana bugungi mavzuyimiz yakuniga yetdi. Keyingi mavzularni davom ettiramiz va sizlardan iltimos bu o'tilayotgan barcha temalarni yanidan qaytib o'tib, o'sha barcha ma'lumotlarni berilgan slaydlardan olishinglarni so'rayman. Mana bugun o'tgan temamiz o'sha shahar yo'lovchi transporti logistik texnologiyalari edi. Shu bo'yicha men sizlardan iltimos qilaman, bu mavzuni yanada ham chuqurroq o'rganib, keyingi darslarga tayyorlanishinglarni iltimos qilib qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat.